Davudning hikoyasi. Hey Amine, Kim o? bu ben Davud. Sizni ko'ngil keldim. Bo'ldi keting. Qo'shnilar ko'zi sat turdi. Vay bo'ldi chiqma, işte bo'lmaydi. Aylanib kelayli. Ha, bo'ldi. Vay bo'ldi, o'rayvermagin, men sendan burun kelgan. Oshdi baka. Voy, Siz mendan burun kelganmi? Men Oshdi sizdan baka. 20 necha yil burun kelganman uyga. Men sizdan Voy, necha yil hocam. burun kelgan, ha? Voy, yo'q. Men sizdan necha yil burun kelgan. Ey, bunda qiliqsiz kimning balasidir bu? Kimning balasidir? Meni nimanda aramimni qo'ymaydigan-da. Hey, yuzimni qo'ymadi. Yuzimni qo'ymadi. Hey. Hey, sen mi qarab turmay? Uy kiraman. Nimish qilsiz bu yerda? Mana. Amine. Şş. Amine. Amine. Oy. Bu yoqqa chiqma, sizga deydigan gapim bor mening. Bu yoqqa chiqma, sizga deydigan gapim bor deyman. Nega? Yuzimni qo'ymadi. Mana kira uyga. Hay. Qap seni. Mana. Amine, men sizni bir ko'ribla yaxshi ko'rib qolgan. Lekin dodingiz degan o'lgur qeri bizning ishimizga to'sqinlik qilib keldi. Bilamsiz Amine? Voy voy voy. Bu to'xining boqi qeri o'g'ri. Qap seni. Hey. Parlament xalqaro savdo-cheklik şirketimiz qurilgandan boshlab hozirgacha davlatimizning ichki-sirti, shundaqla Şinjanning har qaysi joylariga birinchi qo'l zavod bahosida o'zimizning zavodlaridan chiqqan necha ming xil mahsulotni bozorga silib, xaridorlarning qo'llashiga erishib keldik. Bizning mollarimizning turi ko'p. Oilada ishlatiladigan, turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan eng zamonaviy parda, karvat yurishdiki, uningdan boshqa yana bu yil yangilik qilib dunyoning har qaysi joylariga raqs to'p tarqaydigan Ko'chov shaharga o'zimiz birinchi qo'l zavod bahosida o'zimiz ishlab chiqarayotgan raqlarni bozorga soldik. Raqlarimizning turimi necha ming xildan oshadi. Kunda bir xil yangilik chiqadi. O'zingizga ehtiyojli har qanday mol lozim bo'lsa, bizni izlang. Bir tal olsangizmi, eng tuvan bahoda sep beramiz. O'z yurtimda amaliy do'kon ochatdim, hamkorlashatdim. Ishonchlik mollarni zavod bahosiga kirgizib, iqtisodiy qimmat yaratdim deydiganlarni esil mollar bilan ta'minlaymiz. Uyda o'tirib iqtisodiy kirim qilg'us bolamu bizni izlang. Sherikitimizga kelib ishlashni xohlaydiganlar, o'zining iqtidorini joriy qildirishni xohlaydiganlar, biz bilan tang taraqqiy qilg'us bolani sherikitimiz qizg'in qarshi oladi. Har kuni do'yinda bevosita ko'rsatib, naq maydonda sifatli, ishonchlik, yangilik mollarni huzuringizga sunamiz. Do'yinni qo'shib berishni unutib qolmang. Aras Osman, men Aminani
yaxshi ko'rib qolgandek qilaman. Qanday qilsam Aminam meni yaxshi ko'rib qolar. Hey adaş, bu osango. Hozirgi qizli bag'o romantik yigitlarni yaxshi ko'rdi. Romantik? Ha, tushundim. Sening degan romantikliging burnini obdan ko'lab, manqamni chiroyi qartib otdi ekanman-da. Ha? Osakan. Voy yo'q. Amisi qandoq? Dapagina adash, navodi shu banda Aminani keltirib olsam, seni obdan mehmon qilaman, qandoq? Kelishdikmi? Kelishdik. Digina. Sen Aminaning qishiq berib, Ha, Aminaning qishiq berib, manqamni otaman, shundaqmi? voy yo'q. Digina. Siz mening dunyorim, siz mening bag'rim deysa. Shuning bilan Amina asta-asta erishga boshlaydi. Yanicha, Shuning bilan berib belini egib turib, Amina, men sizni chin qalbimdan yaxshi ko'rmajinim deb ostag'ini birini suyib qo'ysanda, Amina sening o'lidi degan gap. Oha. Hey Osman Galdon. Ashunda qilsam bularmi zada? Voy bo'ladi. Men sal jiddiylik qilyapman qara. Hey Davud, o'zing to'paqda o'g'ling bilan kichikini yurkim yo'q nima ekansiz jumasa? Hey Osman Galdon, sen unda degan bilan men qizbonlarga toza gap qilishni bilib ketmasam ya. Men yordam qila. Sen bilan biz yaqin og'ayni-ku. Amsa munda qildi. Sen umda mashq qilib. Sen shuning bilan Aminaning qishiq bag'anda qattiq jiddilishib qolmaysan. Mashq qilib ol. Men qanday mashq qilaman? Bu yerda Amina bo'lmasa ya. Bo'ldi, qo'pa adash. Bugun sen uchun men Amina o'p beray. Nima? Sen Amina? Ey, Amina sendek badbashir emas u. U Amina degan Sohib Jamol u. Sohib Jamol. Hey Davud. Sen beni Amina deb mashq qil da'vatimi bunda. Maslanga. Ma'qul. Sen Osman. Yo'q. Sen Amina. Ma'qul. Amasa men sada pagan bo'yicha kala. Ma'qul. Sen Amina. Jinim, qadrligim. Siz osmondagi oy. Men yerdagi loy. Jinim, qadrligim. Men sizni bir umr I love you. Sevgilim, oppiqim, hayotım. Men siz bilan to'y qilib, baxtli bo'lib, bashbolliq bo'lgan bajinim. Boshqasi ishini qilsin. To'yimligim, kelin. Voy qizim Amina, bu yerda nima ish qilyapsiz? Aka. Davud u. Davudga nima bo'ldi? Sizni hasli so'yman jinim. Voy Davud! Dada, jinim dada. Men Amina, men sizga tushundiray. Bo'ldi, endi meni izdiman. Amina. Hey, dada, ne xapchumo, xapsini Davud. Seni men o'g'il bola erkak deb e'tiborlab beqib cho'qsam, Osman degan bekatalat bilan tepishibsan-da. Hey Saud aka, bu ish aslida emas, bu ish asli bunda. Bana versen yo'qla. Jinim dada, bu ish rost o'ylagandek emas jinim dada. Men shu Osman bilan shu asli madaq yo'q. Osman Galdonni shu yaxshi ko'rdim dada. Yo'q. Usta. Jinim dada, undaq emas. Hey, mana bu qirg'anda ne numus, ne ot. Hey, nima numus man qirg'anda? Jinim dada, o'zingizni bismillah jinim dada. Mening sendek o'g'lim yo'q. Meni dada degichi bo'lma. Bu to'g'ini bo'qi. Dada. Hey yüzüm. Bola baqqanga to'yg'izdi-ku meni. Bu yüzimni hamda ne qo'yaman? Aslida bu Davudni nemish xotin elish qiziqmaydi ekan desam,
Aslida mushu Osman Galdon bilan ikkisi. Hey, hey. Hap. Hey. Arkadaş, ben bago seni güleyim. Andın işkeyle isim çıkarıp koymaz. Çıkarıp krep. Kalan işlerini özüm bilsen ko, aldırmay bitir o. Ulan da mağa gülne, onu soğuklasa. Vay, nemi kılıp atsan deyme. Tamdın adılıp krep, mağını soğuklattın emas mı? Şu emas mı? Ulan şu getkili bulmaqdak şuma. Mang. Qamlashmagan bo'ldi mana. Qara, beri bago qara. Biz seni yo'lab kirgizib qo'ygandan keyin asta kirjima, chandurib qo'yma yana. Asta kirib, qag'ishdan tutursa. Musha shu mana. Musha. Qo'yaqtin kira. Oldi shiktin kiramdan kalba. Mana. Nima arab yursa. Mağatamda atılıp düştüm ha. Oy. Ha bu ne? Kela. Küçükler ha. Oy, kalmalı. kalmalı. Can. Amine. Amine ben düşendirey. Ne oldu kızım, ne oldu? Ha? Voy, aşbaka, o da kadar ben düşendirey. Latı oğru. Kimnin balısı sen değil mi? Nimiş kılasın bir ada? Hepsini öldürüp etmeydik olsam. Toktap dur ey. Ben şu kısa bunda kodum kılaydım şu mişede aşbaka. Gelin oğru. Toktap dur. Tutuvalıdığım olsam kan takırım erkekine. Öldürüp etmeydik olsam. Oy. Tokta ey kere oğru tokta. Aşbaka. Tokta değil mi? Barkandili yenip düşmüşse o. Tez kıçıkla. Tez koş. Kaçaylı. Tez. Bu balımız kichigidilla sal ojizjon bo'lgan. Ha, desila bu balaning ko'ziga kirishvanmanglar. U hamon bir kuni aqlini topadi. Davat adaş, Amina'nın işida biz sana yardım qilg'ili keldik. Ben Mav Osman Galdon'un kayni kirib, belimi jan tatib ketdim hemen. Bo'ldi. Mağa mısın? Qutquzinglar! Odam bormi? Qutquzinglar! Ben geldim. Amine, o'zingiz kichik bo'lgan bilan xeli eg'irgansiz juma.